Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz kanalga obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun videomiz Namangan viloyati 3 tumani Qorqo'rg'on bozordamiz. Bugun chislamiz 2025-yil 25-iyun hafta kuniga chorshanba. Namangan viloyati 3 tumani Qorqo'rg'on Oftim chorva bozorina kuni bugun inshaalloh. Hozir sizlar uchun chiqaradigan videolarimiz Semiz bozordan inshaalloh. Semiz bozordan bir chekkadan mana qanday rossiyskiy sementallarni semizlar inshaalloh mana Qirg'iziston parodalar. Shularning to'liq ma'lumotlarini bir chekkadan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, bugungi narx-navoni do'stlarga jo'natib qo'yishni esdan chiqasiz mana. Sizlar uchun biz videolarimizni boshladik. Bu joyi manzil lokatsiyasi Telegramda Qudrat.uz 1 qisani chiqadi. Qudrat.uz 1 kanalga Telegramda lokatsiyasini joylab qo'yganmiz. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Xo'p. Bu Telegram kanalimiz ham rivojlantirib, bu kanalda qo'y bo'ladimi, mol bo'ladimi, qushlar to'g'risida ham oldi sotib qilishingiz mumkin. Gruppasi bor, bemalol qiziqadiganlar bo'lsa taklif qilib qo'yamiz kanalimizga. Like bosishni esdan chiqazib mana. Hurmatli obunachilar, biz pastga tushib birinchi to'rasidan boshladik. Nech puldan bo'ldi bu? 32 milyon bo'ldi. Oyog'icha. Ikkitasi 64 milyon. 32 milyon, ikkitasi 64 milyon. Nech kilo chiqdi bu? Mana bitta sherik ekan. Ayni 2 kilo. 64 milyon. Ha bu 500 36 kilo. Nech bilan bo'ldi bu? 4 kilo. 536 kilo. Nech bilan bo'ldi bu? 536 kilo. 31 milyon 600 ming. 31 milyon 600 ming oyog'icha. 536 kilo chiqdi. Qirg'iziston paroda semiz. Yelklar ham chiqib qolgan. 31 milyon 600 ming. Ha 536 kilo chiqdi. 125 bo'ylari. Hop endi ichkariga kirib, ichkaridan sekin bir chekkadan videolarimizni to'liq yoritamiz. Obuna bo'lishingizdan chiqadan nechta bo'ldi aka bu? Qanchadan? 64 ming so'mdan. Boqmay ekan. 64 mingdan to'raziga bo'libdi ekan. Xo'p. Boqma, shved lekin o'zimiz mesni paroda, uyoqdan kelgan mo'ljalda o'sha. Bo'ylari 1.5 dan baland. Savdosini nech pul bo'ldimi bilmadingmi? Voy, savdosini bilmadingmi buni? Shvedda. Bo'ylari duplovgami? Oga savdosini nech pul bo'ldi buni? Hormani. Shved o'ta katta, boqma lekin. Az bilamiz. Oga savdosi qancha bo'ldi bu shvedda? Sizlardan emasmi? Bizdan emas deyishyapti. Boqma lekin 800 kilo chiqar og'bog'ida. 800 kilo og'bog'ida baho olasan. Endi mana edi Avlikol bilan Greenford bilan. Savdosi qanchadan bo'lib shu qisqa bular? 58 dan. Nergilarnicha? Yo uchtasini. Mana o'zidan 58 ming so'm. Kallalar konuştu, kallalar sıkıma büyük kalla kışağı koptu bana. Ijoza bo'lsin. İşte bozor ol hisoblari. Ha. Mol bo'lsa aloqa chiqarasiz, har qancha olaveradi. Mana har qancha bo'lsa o'linaverar ekan. Şuna bana. Hop. 2 dan bo'ldi. 58 ming so'mdanga 600 kilo chiqib qoladimi yo chiqmaydimi? 600 kilo chiqadimi? 600 kilo chiqmaydi. 550 tebesa lekin. Xudo xolasa 550 kilo tebesa yo'qsiz inshaalloh. 58 ming so'mdan berilmayapti ekan unisini. Ha bundan keyingi skeletkani bilali uchun narx. Va savdosi qancha bo'ldi buni? 60 ming so'mdan to'raziga ekan. Hop, 130 bo'ylari 600 kilo ag'bog'ida kelib qoladi. 60 ming so'mdan to'raziga. Semental. Savdosi qancha bo'ldi aka buni hormoni? Qancha kam bor aytilyapti? 58 deyapmiz. 18 58. kechirasiz. 58 million so'm kam bor aytilyapti. To'raziga chiqdimi bu? 900 kilo ag'bog'da chiqib qolar, xudo xolasa. 900 kilo ag'bog'da chiqib qoladi deyishyapti. Semental 58 million kam bor aytilyapti, berilmayotgan 58 million so'mdan kam bor aytilyapti. Berilmay turibdi hozir. Turibdi, savdosi ham bo'lmabdi ekan. Bo'ylar 1.40 ag'bog'da. Golishdim bor ekan mana da boqma. 1.5 dan ham baland. Bilma bir
60 chiqib qolsa kerak bo'lishdi. Bo'yi ham qarang. 160 ag'bag'da, xudo xolasa bu ham 900 kilo chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. 900 kilo ag'bag'a chiqib qolsa kerak. Bo'lishdan kimdan bu? Mana. Bu bizdan aka. Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdosi aka 53 dan bo'lyapti. 53 mingdan kiloga. 900 kilo ag'bag'da chiqadimi? Chiqadi. Bo'ylari ham shu 160 Lekin biz tortmadik chiqadi. chiqadi, xudo xolasa. Ha, oz yem yegan ekan-da, o'zi aytib turibdi. Gavdasi ham katta, shu 160 chiqib qolar, xudo xolasa. 53 ming so'mdanga savdosiga berishmayapti ekan, hop. Keyingilarini ko'ramiz. Valla sizlardanmi? Qirg'iziston parodi semiz bilan. Qaysi biri qancha bo'ldi? Sotdi mana bunisi. Birinchidagini qanchaga? Birinchidagi mana sotilibdi Qirg'iziston parodasi. 58 dan bitdi. 58 ming so'mdan to'raziga 130 chiqadi bo'ylari. 3 kilo chiqdi, 500 kilo chiqib qoladimi? Asad, yech anoni. Anoni yech. To'g'ri, yo'qmi? Hop, 58 ming so'mdan berilgan, mana 3 cho'vi qo'yibdi. Mana shu 3 chovini berishmabdi ekan. O'tda Green Ford qolgani Qirg'iziston paroda. O'tda bittasi Green Ford qolgan Qirg'iziston paroda. Suv beraman ketdi. Qo'llarni, Pepsi'ni. Hozir bilamiz. Ballarni qanchadan berdingiz? Beraman. Ballarni qanchadan qilishdi savdosini? Anoni 27 27 millionga. Anoni 57 dan. 57 mingdan Green Fordda. Narga necha mana o'qqa? Sizdanmi? Xo'p, bittasi ketibdi, mana 57 ming so'm qilishdi, nariguncha oyog'icha 27 million qilishyapti ekan. Xo'p. 500 kilo baland-a mana, xudo xolasa. Mana 550 kilo keladi. 550 kilo. 550 kiloga chiqar kabinasi. Rahmat. Qo'yamizmi muhtaram? Marakasini bilsa, hop endi keyingilardan ko'ramiz, bu yerdagilardan, tayyorlardan. Mana yana semizlar bor mana. Green Ford turib. Qudrat. Hop endi keyingilardan bilamiz. O tushdilar, chiroyli olib qo'ydim o'zi. Hop. Vallan nech pul qildingiz? Savdosi bo'lyapti ekan mana shu Qirg'iziston paroda. Qani aka, biror kim bormi? Kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab turibsizmi? O'ylaytinchi. Semiz bilan. Va buni savdolar qancha bo'ldi? Bunisi 40 million. Bular 59 mingdanga. 59 ming so'mdanga to'raziga so'rashyapti ekan. Mana oyog'icha 40 million so'm savdosi bo'libdi. Mickey Mouse bunisi. Nechpul bo'ldi savdosi buni? Mana. Semiz lekin Qirg'iziston paroda. Bu ham 60 ming ag'bag'da, mana chiroyli semir. Qudrat o'zi. Hop. Keyingi sementallar, mana ikkita semental bor ekan. Boqma asosan. So'ysam bo'ladi, varan to'la orqa taraf chiqmagan, yelkalari chiqmabdi-da bular. Savdosi qancha bo'ldi bularni? 62 mingdan. Ikkovini o'shanda 62 ming so'mdanga to'raziga so'rashyapti ekan. Bu Qirg'iziston bular semental. O'ttadagilar sotildi. Ag'dagilar hammasi biz bitta bilamiz. Ha, buni ag'dagimi? Mana qanchaga? Green Ford. Mana yondagim bilan. Ha, bittasi bor ekan 71 millionga buni sheriga ketibdi. Ikkitasini 71 millionga deyishyapti. 600 kilo ag'bag'da, xudo xolasa 600 ga qiynalib ham qolsa kerak. Orqa asosan to'lmagan. 550 kilo yuqorisida bo'lgani 70 millionga jupini sotishibdi. Hop, endi bu yerdagilarni bilamiz. Chekkadan. Kechamiz. Hop, hozir qaysi savdo bo'ldi boshlab? Yo'q, rahmat, bilaman. Savdosi bo'lyapti. Chunki bilasiz-ku, o'zi ko'p olaganmi? O'zi razvedkaga kelib, kecha pozitov tez bordi. Nechpul bo'ldi bu? Qaysi bir qancha bo'ldi boshlab? Mana semental. Yo'q, mana o'zi. Ha, mana o'zini bilmayman. Manami o'ttadagini? Ha, o'ttada. Mana ekan-da. Ha, 56 ming so'm mana. Nari sotilgan-ku. Biroq 50 atrofida chiqib qoladi, 56 ming so'mdan savdosi bo'lyapti ekan. Hop, mana endi qolganlarni bitta egalaridan bilamiz, xudo xolasa. Mana shular hammasi raddiga bir kishiniki mo'ljalda. Nech pul berishdi bunga? Sizdanmi bu? Qanchadan bo'ldi? 60.500 dan ishtasini? Mana u qoldimi? 60.500 so'mdan. 700 kilo chiqib qoladimi?
Xudo xolasa 700 kilo bag'ida ko'rib turibmiz. 60.500 so'mdan Qirg'iziston paroda. Bu yil ham to'lgandan so'ng gabdallar chiqqan. Qo'ng'iroqlar ham chiqqan, yo'qsiz aka. Hop 60.500 so'mdan savdosi bo'lyapti ekan. Endi keyingilardan ko'ra bu yoqda Qirg'iziston parodalardan. Bular ham hammasi Qirg'iziston paroda, semiz. So'ysa bo'ladigan variantlardan. Bular kimdan ekan malla? Bular kimdan ekan? Sizlardanmi bular? Egalari yo'q, manjolda bilib ham bo'lmaydi. Bo'lsa ham qayergadir ketishgan. Semin Angus bor ekan bu yerda. Savdosi qancha bo'ldi qaysi birini? Qancha bo'ldi bu? Qancha bu sizlarniki bu? Qanchadan qildi? 29 million so'm. Angusimiz 29 million so'm savdosi bo'libdi. Qirg'iziston paroda Angus. Mana belgilari ham turibdi Qirg'izistonniki. 29 million so'm savdosi bo'libdi. Manisicha kattasi bu qancha bo'ldi? Sizlardan emasmi bu? Kimdan bu? Hop, endi keyingilarini bilamiz. Voy, savdosi qanchadan bo'ldi bularni? Semizlik. Bo'ldi zo'rlar. Savdosi qanchadan bo'ldi sizlardan bular? 60 million beryapti. Mana uchovi ham sizdan o'shanda. Mana ikkovimi? Ha, mana bag'da kattami? Manisi 60 ming so'mdanga berilyapti ekan to'razi 60 ming so'm. Bash bo'laniki ekan. O'zi boqqanmisan buni? O'zi boqqanmisan? O'zi boqqan 60 ming so'mdanga to'raziga qilishyapti ekan, berilmayapti. Hop. 700 kilo bag'da chiqib qolar, xudo xolasa. Ha, polo. Qudratus. Necha kilo? 750 vazmin. Boqqa odam asli 750 vazmin deyaptilar, endi bag'olloqdan xudo xolasa 700 kilo yuqorisi ko'rib turibmiz. Tevi ham tekisda, bir 25 sm oxirigacha bir xil kelgan. Endi keyingilarini bilamiz. Bu yerda rossiyskiy krasniy pyostra degani mana shular. Bularni bilamiz endi, narxlarini boqma bular. Bular kimdan ekan? Necha pul bo'ldi savdosi? Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdo qilishga yo'qadi. Hali savdo bo'lmadimi? Qancha kam bor aytyapsizlar? 63 mingdan kam bor aytilyapti, hali savdosi bo'lmoqda. Bo'ylab bir 40 ag'bag'ida kelib qoladi. Hop, to'raziga 500 kilo yuqorisida bo'lgan variantlardan 63 ming so'mdan to'raziga kam bor aytilyapti ekan. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Rahmat, bozorini bersin. Hop, mana endi Jasur akamniki boqma Qirg'iziston paroda hammasi bilan. Boqma ekan. Bitta boqmani aytib o'tsak, keyin haqiqiy boqma butun nari tarafdan video qilamiz. Hozircha mana shu boqmalarni aytib o'tamiz. Jasur aka qancha bo'lyapti bularning narxlari? Ha? Mana o'rtadagimi? Katta. Kattasi. Qancha bo'ldi buni savdosi? 60 ming so'mdan bu narxlar bo'lyapti ekan. Yelka o'zi chiqqan, xudo xolasa 20 sm oxirigacha dalish kelgan. Qorqoratlar chiqqan 60 ming so'mga narx aytilyapti ekan. Xo'jaka 59 ming so'm beryapti ekan. 1000 so'm nari bersa, hop 550 yuqorisida bo'lgan variantlarni mana shu. Hop, endi bu chekkadan yana qolganlarini ko'rib ketaveramiz inshaalloh. Mana endi semiz bor ekan, mana shu semiz ham bitta ko'rib o'taylikchi. Savdosi qancha bo'ldi bularni? O'rmoni. Sizlardan bu? Egasi. Qancha bo'ldi bu savdo qildingizmi? Savdosini egasi vaqti qayda ekan bu yerda? 58 dan 58 ming so'mdan so'rashdi, berishmayapti ekan. Semiz, mashla misol 600 kilo chiqib qoladi Qirg'iziston paroda. 600 kilo, xudo xolasa. Hop, hurmatli obunachilar, endi biz ekin mana yerda ikkita sementali ko'laylik rossiyskiy. Qancha berdingiz jupiga? 57.500 so'mdan. Ha, 57 ming so'mlar ekan. Hop. 800 kilo chiqib qolar-a boshlar? 800 kilodanga. 800 kilo ag'bag'ida kammas deyaptilar. 57 ming so'mdan savdosi bo'lyapti, berilmayapti ekan. Hop, hurmatli obunachilar, endi bag'i videoni boqmalarni qatorida qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmaysiz, like umuman esdan chiqmaysiz. Hurmatli obunachilar. Qo'yib borayotgan nomerlarimizga aloqa chiqaveringlar. Bemalol Qudrat o'zidan deb, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni xato kamchiliklariga uzr.